yosh klientimiz uchun judayam navarrochini vidi bor avtomobil. $5900 ga Mitsubishi Lancer Evolution Body Kit judayam chotki sostoyaniyada proyekt qilingan. 2008-yil 1,5 litrli dvigatel, 110 ta ot kuchi, rasxodi taxmini 8-10 litr atrofida plus propan ustanovka ham o'rnatilgan. 257 ming kilometr probeg, kelinglar, test drive qilinglar. Bunaqa narxga, bunaqa sostoyaniyada topish qiyin. Lekin haqiqatan Evolutionga ko'rinishli polniy body kit qilingan. Endi yuringlar, sizlar bilan salonini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qatordan boshlab, o'zini shtatniy rangidan qora bilan bejevoy kombinatsiyada, sideniya ham o'rtadagi podlokotniklari bilan, oldi qatorimiz, mana ko'rishingiz mumkin elektropaketlar, regulirovka zerkala, multi rul, shtatniy zavodskoy tablo turibdi. Kompyuterlari bilan, betda esa TS monitor, avtomat korobka va upravlение klimat kontroli. Ukalarim, akalarim, blatovat qilishga, bunaqa arzon puliga mashina olishga juda ham stoyib. Kelinglar, test drive qilinglar. Realni avtomobil bu puliga yarasha.